Voy onasini emsin. Li 9 ni kayfini beradigan bitta mashina bu Leap Motors C16 bo'ladi. 2024-yil ishlab chiqarilgan, bor yo'g'i 16000 kilometr yurgan yangidek mashina topib qo'ydim. Xo'p, mashinamizda o'zini firmin diskalarida 360 NFC, xo'p, lidar dugalari bor. Mashina yangidek turibdi. Salon holatlarini ko'rsating Abdulaziz aka. Voy onasini emsin. Kayfiyatingizga qarab qarang. Xohlaganingizga qo'yib olaverar ekansiz. Lexus'da kayfini beradigan bitta mashina shu bo'ladi. Hamma qulayliklarga ega, Optov Abagrev, hop, head-up 360, hop, hamma narsasi bor, eng fulli, panoramasi, luki bor. Yanachi qo'shimchasigachi zapas xod 1200 kilometr, hozirgi kunda 1000 kilometrdan oshiq yurib beryapti ekan, ham benzinda, ham elektronik. Qoyilmisiz? Bunaqa mashina hech qayerda yo'q, faqatgina o'zi. Даже orqada ham bor-ku, atmosfera juda ham boshqacha ekanda. Kapitan CCD'ni, Optov Abagrev, hamma narsasi bor. Mashina o'ta ham tinchda, spakoyni, hadovoyda tirqayotgan ovoz eshitilmaydi. Qarang, Abdulaziz aka, mana uni olasiz. Buni olib tashlaysiz. Qarabsizki, Li 9 da yuribsiz-da aka. Hech kim sizni Leap Motors'da yuribdi demaydi. Aka, shuncha mehnatga bitta like bosib qo'ying. Iloyim bundan ham kattalari nasib qilsin hammamizga. Bu mashinamizning narxiga keladigan bo'lsak, $32,000. Egalar raqamlari pastda bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin.